hozir g'alati bo'lib o'tiribman. Oxiri istoriyada gapirishga qaror qildim mana shu narsani. Shunaqa ishonuvchanman, Farruh hammaga ishoniraman deb keyin mana shunaqa qilib afsuslanib o'tiraman. Nimadir qilib ketishgandan keyin. Xullas, shunaqa ish bo'ldi yaqinda magazinimda. Endi keyingi istoriyada gapiraman. Ko'p yig'lavordim. O'zim ishonmayman, sen o'zimga oling. Xullas, magazin yaqinda shunaqa ish bo'ldi. Ikkita qiz ishlashardi. Birinchi, ikkinchi smenada. Shunaqa bo'lib qoldi. Birinchi smenadagi qiz уже ish vaqti tugagan, ketgan. Ikkinchi smenadagi qiz do'konda menga kassaga berib turing, rasmini tashagan, nimadir yozilmagan. Xullas, men telefoningizni berib turing deb ikkinchi qiz bilan birinchi qizni peripiskasiga kirib qoldim-da. Bir narsani ko'ramadim. Sal teparoqga chiqdim. Bilmayman nima. SMSlarni o'qib ketdim shu bilan. Men shokka tushib qoldim. Shunaqa gaplar yozishganman to'g'rimda. Yomon gaplar emas, конечно, но menga hurmatsizlik qilib yozilgan gaplar deyapti. Shunaqa xafa bo'lib ketdim. Hatto telefonda SMSlarni o'qiyman. Qo'lim qaltirayapti. Ikkita ishchimni shu yozishganini ko'rib judayam ko'nglim og'ridi. Juda qattiq dilim og'ridi o'sha yerda. Alam qilgani, men bunaqa qattiq gapirmasam, xo'jayinchilik qilmayman Mavlaga. Magazinga ham borib 2-3 kunda bir marta boraman. Ishim ko'pligidan inagida bora olmayman, shunaqa boraman. Qattiq gapirib, oyligini vaqtida bersam, hech qaysi bayram bormi, tug'ilgan kun bormi, tillalar beraman, yaxshi podarkalar beraman, bayramlarda ham hech ham xafa qilmaganman-da. Endi men to'g'rimda bunaqa yozilgan. Shunaqa ko'nglim og'ridi o'sha ishoninglar, o'zimni otganni o'zim bildim. Lekin bilgandan keyin bir og'iz ikkalasiga ham qattiq gapirmadim-da, tushunasizlarmi? Bir og'iz qattiq gapirmadim. Nima meni bunaqa to'g'rimda yozishdinglar deb. Shundan men yig'ladim. Kechirim so'rashdi. Men kechirdim. Birinchi qizimni to'g'ri ishdan bo'shatdim. Oilaviy problemalari ham bor edi, bo'shatdim. Ikkinchi qizni kechirdim. Mayli dedim. Alam qilgani, men bir og'iz xo'jayinchilik qilmaganman ularga. Qattiq gapirmaganman unaqa darajada, yoki oylik vaqtida bersam, oshig'i bilan bersam, inakda nimaga? Men shu bitta savol. Anaqa bo'ldi. Nimaga? Nima uchun? Bugun ham undan battar sema bo'ldi. Hozir shunaqa yig'lab oldim. Istoriya olishdan oldin ham oxiri etishga qaror qildim shu yerda. Bugun mana pulli temasida shunaqa narsa bo'lyapti. Pul bor joyda bo'ladi, to'g'ri deyishadi-ku, lekin bunchalik emas-da. Prosta mengacha bu yo'qotgan pulim yo nimadir emas, alam qiladigan narsa meni ishonchim. Men yaxshi ko'raman, hamma ishchilarimni yaxshi ko'raman, hurmat qilaman. Javoban menga bo'lgan mana shunaqa o'g'irlik, hurmatsizlikka hozir men prosta chidolmayman. Hozir ham bir og'iz yomon gap gapirmadim. Boshqasi bo'lganda 0.2 qilardi, boshqa bo'lib ketardi. Chiqarib olardi o'sha pulni ortig'i bilan. Lekin men bir og'izdan yomon gap gapirmadim. Bir og'iz sizlab, hurmatini qilib ishdan bo'shatdim. Hozir shunaqa lekin g'alati bo'laman. Men больницада bo'lib qoldim, operatsiya, yana nima turlar, chetga ko'p ketib qoldim. Menagida kontrol qila olmay qoldim-da. Lekin baribir bu ish bilmadim. Men aytaman, pulga achinganimda hozir tiyinigacha
ikki barobar qilib chiqarib olmayman. Man yomonman. Agar na prinsip ketadigan bo'lsa, men juda ham yomonman. Juda yomonman. Lekin men unaqa qilmadim. Pulga achinmayman bu yerda. Esoman chiqarib olsam 2 barobar, 3 barobar bo'lib kerak bo'lsa chiqarib olaman. Alam qolgani meni ishonchim, hurmatim. Hammani o'zimga o'xshagan o'ylayman. Bilmasam. Shu narsalarni sizga aytib bergim keldi. Ishoninglar, hech qachon birov haqqi birovda qolib ketmaydi. Bunaqa temalar oldin ham bo'lganman, hech qachon lekin Instagramda gapirmaganman. Bundan oldingi ishchilarimda ham mana pul temasida bo'lgan problemalar juda ham ko'p bo'lgan. Lekin hech qachon Instagramda gapirmaganman. Prosta alam qilganim mana shu oxirgi ishchimni juda ham yaxshi ko'rardim. Men juda ham qattiq hurmat qilardim, yaxshi ko'rardim. Men yaxshi ko'rgan odamlarimdan menga nisbatan shunaqa narsa bo'lsa men chidolmayman. Oxiri o'sha uchun shutga yorg'igim keldi, eshitdinglarmi yo'qmi bilmadim, xullas aytgim keldi shutda. Mayli, nima bo'lsa ham hammaga insof bersin, prosta ko'nglim og'ridi juda. Bilaman, hozir hamma yozadi, ishonmang, o'shancha ishonmang, u qiling, bu qiling deb, nima qiling. Tuzalolmayman, men har doim shunaqaman. Hammaga ishonaveraman. Hamma yozadi, kamerani tekshirmasmi deysiz, kamera yo'q magazinda deb bor. Tekshirmasdim, shu darajada ishonganimdan kamerani tekshirmasdim. Ishonasizlar. Hozir mana endi shu eski ishchimda qolib ketgan kamera anaqasi unga ham ulangandi. Hozir tashlab beryapti. Ko'rdingizmi bularni deb. Ko'zimni yonida ham Instagramda ham anaqa listach qilaman, kelib chiqib kelyapti. Prosta shu bo'lib qoldim. Bilmasam, mehrim boshqacha tushganmidi shu ishchimga. Har doim aytishganman, qattiq qo'lroq bo'l, kontrol qil deb. Lekin men unaqa qila olmasdim. Endi shunaqa bo'laman, rostdan ham harakat qilaman shunaqa bo'lishga endi. Rostdan xo'jayin bo'lishga. Hamma tarixni yozayotganlarga rahmat. Men uchun juda ham katta podдержка bu. O'qib ancha o'zimga keldim. Ko'pchilik yozgan nima, o'zingiz haqqingiz berib qo'ysiz, o'zingiz haqqingiz bermasligingiz kerak edi, to'latirishingiz kerak edi deb. Men sizlarga eslaydi bo'lsa, yaqinda shunaqa narsa qo'ydim, yozib. Hamma narsani yaxshilikka yo'yish kerak. Nima bo'lsa ham, men yomonlik narsada ham yaxshilik izlash kerak deb qo'ydim. Вот shunaqa shu narsaga amal qilganim uchun men qilmadim bu ishni. Yaxshilik tarafini o'yladim. Может, kerak bo'lgandir, может, bilmay qilgandir, yoshlik qilgandir deb bilaman, qaytara olmaydi. O'sha ishlatilib bo'lingan narsalar-da, pulda-ku. O'shaning uchun yaxshilik tarafga yo'yishga harakat qildim, qaytarish so'ramadim, qattiq gapirmadim. Shu sababli yaxshilik yo'ydim buni ham. Bilaman, Xudo menga boshqa tarafdan 10 barobar qaytaradi bu narsani, bu pulni. O'shaning uchun shunaqa. Nima bo'lsa ham, shunaqa bo'lishi kerak ekan, bo'ldi. Hamma narsa yaxshiligiga.